Al-Malik barcha narsaning egasi. Malik haqiqiy egadir. Undan o'zga ega yo'qdir. Shuning uchun bandalar faqat unga qul bo'ladilar. Hech qachon bir qulning ikki xo'jayini bo'lmaydi. Shuning uchun banda o'ziga o'xshagan bandalarga emas, balki yagona yaratganga, haqiqiy malikka qul bo'lish lozim. Haqiqiy malik zotida ham, sifatlarida ham har qanday mavjudotdan behojatdir. Barcha mavjudotlar unga muhtojdir. Demak, haqiqiy malik, ya'ni barcha narsaning egasi Alloh taolodir. Hovlining egasi, do'konning egasi, shirkatning egasi degan so'zlar majoziydir. Chunki bularning barchasi insonga vaqtincha omonatga berilgan, abadiy mulk qilib emas. Alloh har bir narsaning egasidir. Har bir narsaga biror bandasini ega qilib qo'yuvchidir. Qur'oni Karimda bunga shunday dalil bor. Allohim, ey barcha mulkning egasi, xohlaganingga mulk berursan, xohlaganingdan mulkni tortib olursan, xohlaganingni aziz qilursan, xohlaganingni xor qilursan. Barcha yaxshilik sening qo'lingda. Albatta sen har bir narsaga qodirsan. Oli Imron surasi 26-oyat.